Assalomu alaykum aka. Bugun 19-oktyabr 2025-yil. Xudo xolasa Urganch G'aybu bozoriga keldik. Mal ko'p bozorda. Semiz mallar. Dog'dan vajlar sal qimmatroq. Semizda savdo suvari qopqina ko'p bor. Odam ham ko'p, mal ham ko'p bozorda. 21 milliondan so'rab tutmishim mallar. Живой вес 380 kg kerak. Şuna 20. Semiz mallar. Bularning mallari ekibdim. 2 million. 21 millionga so'rab tutdi. Живой вес 380-390 kg keladi. Semiz mal. Mesni mallar shunda bo'ladi. Kichkina va qimmat. 15-16 million mushtari ana mal bo'lib turibdi. Belina kiymaydi.